faqatgina svetilniy vazifasini bajaradi, 3 xil podsvetkada yonadi. Kitob o'qish uchun mo'ljallangan faqatgina pushka vazifasini bajaradi. Bunisi ikkitasi birda, pushka vazifasida ham va svetilniy vazifasida ham ishlatsangiz bo'ladi. Eng eksklyuzivi uchtasi birda, svetilniy qilib ham, kitob o'qigani ham, besprovодной zaryadniy, USB portlari ham bor. Oq va qora ranglari mavjud. Istalgan interyer dizaynerga to'g'ri keluvchi ushbu turdagi bralarimiz ham bor. Shunaqa hashamdor ko'rinishga ega bo'lgan, ustki qismi yoritmaydigan, faqatgina devordan освещение beradigan, eng asosiy afzalligi xonaga nurni teng taqsimlovchi bralarimiz ham bor. Uyqu sifatiga zarar yetkazmaydigan ushbu turdagi yotoqxona uchun mo'ljallangan bralarimiz ham bor va juda ham ko'pchilik izlagan mana shu dizaynning ledli varianti ham sotuvda mavjud. Bizdagi ushbu barcha bralarni Telegram kanalimizga joylab boramiz. Instagram profilimizdagi link orqali Telegram kanalimizga qo'shilib oling. Bir vaqtning o'zida bizdagi barcha mahsulotlarning katalogini, hattoki uyingizga o'rnatilgandan keyingi holatini ham ko'rib, o'zingizga yoqadiganini tanlab xarid qilishingiz mumkin. Qo'shimcha savollar uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Yorug'likni his qilish uchun Wow Lightingga murojaat qiling. Manzilimiz Qo'qon shahar Yangi bozor hududi, Dasaf oldi Wow Lighting do'koni.